Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Meni ismim Shohrux, familiyam Payg'amov. Andijon davlat pedagogika instituti tarix kafedrasi katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari falsafa doktoriman. Bugun sizlar bilan O'zbekistonning yangi tarixi fanlarida 7-mavzu, fani bo'yicha 7-mavzu, O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar, xususiy mulkchilik shakllanishi, O'zbekistonda bozor munosabatlari rivojlanishi mavzusida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Bugungi ma'ruzamiz asosiy mavzusi O'zbekistonda mustaqillikka erishgandan so'ng bozor iqtisodiyotiga o'tishi, uni bosma-bosma o'tib borishi, bozor iqtisodiyotiga o'tishdan oldin qanday demak jamiyatimiz qanday va bilamizki, Sovet ittifoqi davrida biz kapitalistik munosabatlardan ancha yiroq bo'lgan, ya'ni ittifoqda hammamiz bilamizki, kapitalizmda jamiyatimiz umuman hech qaysi alomatlari bo'lmagan. Sababi o'sha paytdagi Sovet ittifoqi davridagi barcha narsalar davlatniki degan umumiy mana shu Sovet ittifoqini bilamiz, hamma narsa sotsializm yoki sotsializm yuqori bosqich hisoblangan kommunizm qurish bo'yicha juda katta bir davrni boshdan kechirganmiz. Ya'ni mana shu 70 yil davomida qurishda va biz bozor iqtisodiyotidan ancha yo'nalib ketganmiz. Ya'ni biz davlatimiz odamlar bozor iqtisodiyoti nimaligini yaxshi bilishmagan. Mustaqillikka o'tish bilan bozor munosabatlariga o'tishda birinchi prezident Islom Karimovda o'sha 5 tamoyil bor. Bozor iqtisodiyotiga o'tish taraqqiyoti, ya'ni 5 ta tamoyil bor. Ya'ni biz birdaniga jamiyatimizdagi tuzumni o'zgartirib iloji yo'q edi, o'zgartirib yuborishdi. Sababi odamlar bozor munosabatlarini tushunmasdi. Chunki u davrda xususiy mulkchilik degan narsa yo'q bo'lgan. Mana shuning uchun ham birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan bozor munosabatlari 5 ta tamoyil ishlab chiqilgan. Bu birinchi tamoyil iqtisodiyotning mafkuradan xoliligi va uning siyosatdan ustunligi. Boshqacha aytganda, avval iqtisod, keyin siyosat. Bu degani, ya'ni iqtisodda endi har qanday mafkura bo'lmaydi. Davlatda asosiy birinchi o'rinda iqtisod turadi. Barcha iqtisodiy islohotlar siyosatdan ustunroq. Ya'ni davlat birinchi o'rinda, ana shu bu sizlarga tushuntirishda oddiy misol, odamning qorni och bo'lsa, unga hech qanaqangi parlament islohotlari yoki boshqa saylovlar haqida hech narsa qiziq bo'lmaydi. Birinchi o'rinda albatta odamlarning qoni to'q bo'lishi kerak. Shuning uchun ham siyosatdan iqtisodni ustun qo'ygan. Ikkinchisi, davlatni o'zi eski tuzumdan yangi tuzumga o'tish davrida bosh islohotchi bo'lib, ya'ni mamlakatda davlatchilik, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda yangilangan qaratilgan islohotlarning tashabbuskori bo'lish vazifasi o'z zimmasiga oldi. Ya'ni davlat o'zi bosh islohotchi bo'ladi. Ya'ni har bitta islohotlarga davlat o'zi boshchilik qiladi. Uchinchi shakli bu qonun ustuvorligi va barcha fuqarolar qonun oldida tengligi. Bu albatta eng kerakli va muhim jihat hisoblanadi. Sababi bu degani qonun oldida jamiyatimizda hamma teng. U iqtisodchi bo'lsin, davlat yuqori lavozimli odam bo'lsin, oddiy inson bo'lsin, barcha qonun oldida tengligi belgilab qo'yilgan. To'rtinchidan, kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, davlatning aholi ijtimoiy nochor qatlam va guruhlarni qo'llab-quvvatlash jorasida mas'ul bo'lishi. Bu eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Bilamizki, asosiy kuchlar yoshlar hisoblanadi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yosh kattalarni, ya'ni pensioner, nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash, kam ta'minlangan qo'llab-quvvatlash davlatning asosiy vazifasi bo'lib xizmat qilgan. Beshinchisi, islohotlarni bosma-bosma amalga oshirish va bilamiz, juda ko'p davlatlarda mana shu shok terapiyani o'zimiz bilamiz, boshqa jahon tarixini o'qib o'tganmiz. Ya'ni islohotlarni birdaniga barcha jabhalarda birdaniga olib borish davlatning barcha sohalarini kelajakda falaj qilib qo'yishiga olib keladi. Shuning uchun ham bizda demak prezidentimiz 5-nimada, ya'ni bosqich amalga oshirildi bozor iqtisodiyotiga o'tishda. Ya'ni bu birdaniga bozor iqtisodiyotining asosi hisoblangan xususiy mulkchilikni birdaniga ishlab olmadi, ya'ni barcha narsani birdaniga xususiylashtirib olmadi. Bu narsa bosma-bosma amalga oshirilyapti. Misol uchun hozir ham demak davlat ulushi hisoblangan kompaniyalar juda ko'p, lekin ular ham bora-bora xususiylashtirib borilyapti. Misol uchun aytaylik, mana ko'rib turibmizki, elektr energiyasi, gaz, bu sohalar bir paytlar kelib turib xususiylashishi, demak hech kim tasavvurga sig'dira olmagan. Ta'lim aytaylik, ta'limda ham misol shu hozirgi davrga kelib xususiylashtirib, kerak bo'lsa maktabgacha, maktabdan keyin oliy ta'lim kerak, bular ham nima qilinyapti? Mustaqillikka erishilyapti. Ya'ni davlat o'z hisobidan chiqara boshladi. Bu faqat ijtimoiy sohada hisoblangan. Endi iqtisodiy sohalarda ham davlat o'ziga tegishli bo'lgan juda ko'p korxonalarni, muassasalarni bosqichma-bosqich
mustaqillikka erishib o'sha bozor iqtisodiyotiga o'tib bormoqda. Bu narsani 91-yillarda agar barcha sohani agar mustaqillikka erishib tez rivojlanamiz deydiganda, ertadan keyin biz o'zimiz ham o'qiganmiz, boshqa davlatlar tajribasida bu narsa o'zini oqlamagan, birdaniga mustaqillik borish. Mana shu bozor iqtisodiyotiga o'tishda 5 ta tamoyil bo'linadi. Respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Birinchidan mulkiy munosabatlarni isloh qilish, albatta bu xususiy davlat mulkidan xususiy mulkka o'tkazishda. Ikkinchisi agrar islohotlari. Bilamiz, agrar islohotda bizda paxta monokulturasi o'rnatilgan. Bug'doy, endi bilamizki, Sovet ittifoqi davrida O'zbekiston boshqa ittifoq respublikalariga asosiy paxta yetishtiruvchi davlat sifatida yetishtirilgan. Misol uchun Qozog'iston bug'doyga monokultura qilingan bo'lsa, Belarus, Ukrainalar sut mahsulotlari boshqa, albatta barcha respublikalar bir-birlariga ipsiz bog'lab tashlangan edi. Agrar islohotlarni amalga oshirish, keyingi moliya, kredit va narx-navo islohoti, albatta mustaqil bo'lgandan keyin pul qadrsizlanishi, davlat o'zi mustaqil pulni ishlab chiqishi, bu pulni demak qadrini yuritish, bularning albatta eng asosiy yo'nalishi moliya, kredit va narx-navo islohoti hisoblangan. Boshqarish tizimini isloh qilish va bozor infratuzilmasini yaratish. Biz keyingisi tashqi iqtisodiy aloqalar islohoti va ijtimoiy islohotlar. Bularning barchasi O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarning eng muhim qismlari hisoblanadi. Hech qaysi bir qismda demak hech qanaqa sustkashlikka yo'l qo'yib bo'lmasdi. Bozor iqtisodiy munosabatlarga asoslangan jamiyatni barpo etishning asosiy shartlari bu davlat mulkini xususiylashtirish. Va buni boshida ham aytib o'tdim. Albatta bozor iqtisodiyotiga biz kapitalist jamiyatga o'tayotganimiz ekan, bozor iqtisodiyotining asosini xususiy mulk tashkil etadi. Bu boshqa davlat demak iqtisodlarini ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosiy narsa ko'p ukladli iqtisodni vujudga keltirish, o'zaro raqobatlashish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, mulkdorlar sinfini shakllantirish. Bularni bilamizki, asosiy shartlari. Albatta, xususiy mulk bo'lmasa, demak bu yerda bozor munosabati bo'lmaydi. Ko'p ukladli iqtisodni vujudga keltirmasak, biz baribir sohalarda biz import boshqa davlatlarga qo'lga qaram bo'lib qolishimiz mumkin. Uchinchisi, o'zaro raqobatlashish uchun zarur shart-sharoitlar yaratmasak, ma'lum bir sohalarda agar monopoliya o'rnatiladigan bo'lsa, bilamizki, raqobat bor joyda rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, ta'lim sohasi bo'ladimi, bozor sohasi bo'ladimi, ishlab chiqarish sohasi bo'ladimi, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, albatta hamma sohada raqobat bo'lsa, keyinchalik rivojlanish bo'ladi. Talab va istaklar bilan agar raqobat kuchli bo'lgan bo'lsa, birinchidan xizmat sifati oshadi, ikkinchidan narx-navo tushadi. Bu esa raqobatni o'z o'rniga keladi va shuning uchun ham demak O'zbekistonda raqobatga qarshi kurashish qo'mitasi ham tashkil etilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi yillar 91-96, 96-2000-yillar, 2016-yillar, 2016dan keyingi yillarda mana shu kichik biznes va xususiy tadbirkorlik demak mana shu bizning asosiy yo'nalishimizning eng demak fundamenti bo'lib xizmat qilyapti. Xo'p, O'zbekiston Respublikasida demak valyutasini muomalaga kirish to'g'risida prezidentning demak 94-yil 1-iyuldan boshlab demak ana shu bizda so'm muomalaga chiqargan va hozirgi paytda umuman hozirgi paytda muomalada bo'lishidan tashqari 1, 3, 5, 25, 50, 100, 200, 500 ming, 5 ming, 10 ming va hozirgi paytda 50 ming, 100 ming hamda 200 ming so'mlik kupyuralar demak amalda hisoblanyapti. O'zbekiston zamonaviy bilamizki 92-yilda Koreyada Devo kompaniyasi bilan shartnomasi imzolangan va Markaziy Osiyoda demak ilk avtomobil ishlab chiqaruvchi davlat hisoblangan. Bu juda butun dunyo jihatidan avtomobil ishlab chiqaruvchi demak sanoqli davlatlar qatoriga kirgan va 96-yildan boshlab bizda mana shu Asalton sanoat aksionerlik kompaniyasi tizimiga kiruvchi GM O'zbekistonda hozirgi paytda bilamiz mashinalar va undan tashqari prezident qarori bilan O'zbekistonda Peugeot, Citroen, Fransiyaning shu Peugeot, Citroen kompaniyalar, undan tashqari hozirgi paytda GM, aytaylik BYD, Kia avtomobillari ishlab chiqarilyapti. Uzat yo'l avtomobillari bir paytlar demak o'sha Samarqandda Turkiya bilan ishlab chiqarilgan. Ana shu narsalar biz iqtisodiyotimizda demak ma'lum bir sohada rivojlanib birdaniga bo'lmasa ham albatta bosqichma-bosqich ishlab chiqaryapti. Buni albatta aholi jon boshiga hisoblangan, ishlab chiqarish aholi jon boshiga hisoblangan ko'tarilib borishini aytib o'tishimiz kerak. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston 1991-yildan 2026-yilgacha bo'lgan davrda juda katta ko'p ukladli iqtisodiyotga o'tdi, bozor munosabatlariga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshiryapmiz hali ham va bu narsalar o'z jarayonini xalqda turmushida, yashashida o'z
aksini topib boryapti. Buni hammamiz bilib, sezib, o'z daromadlarimizda ham buni bilib turibmiz. Davlatimiz rivojlanishida ham juda to'g'ri, oqilona siyosat yuritilganligini va jahon tajribasidan to'g'ri foydalanganligini, buni o'z qo'shnilarimizga va atrofdagi olib borilgan siyosatga qarab turib ham buni naqadar to'g'ri ekanligini biz ko'rib turibmiz, hurmatli talabalar. Shuning uchun sizlarga ham rahmat bugungi mavzuni nima qilishlaring uchun. Sizlar bilan ma'ruzachi payg'am sho'g'ri bo'ldi.